Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahar markazida Sharq bozor, bunda voyinnichas, yerimizda Speed Center. Shu yerda toza domimizni, 3 qavatli domimizni, ikkinchi qavatida bir xona 29 kvadrat 170 million so'mga sotib olishibdi. Korobka holda. Şimdi arzon baho. Saçını birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yon tarafimizning o'zlaringiz bilasizlar, Xonqa yo'li, bu yon tarafimiz yana Sharq bozorining yo'li. Esa gittik. Aziz yurtdoshlar, ikkinchi qavatga keldik. Aytib o'tganim toza dom Sharq bozorining yonida, yo'lning ustida. Yine bu yerda ko'ngilchilar o'zi yashab o'tiribdi. Eshiklarimiz yana demir eshik, podyezdlarimizni ko'rib turibsizlar. Muramurdan litsenziyamiz ham Muramurdan ekan. 29 kvadrat xudo xolasa, ichimda esa ko'rib chiqaveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Giraverishdan şimdi hem dalan hem kuxni vazifasında yanımızda çap yerimizde yine sanuzel. Bir xona bu 29 kvadrat. Bir yanımızda xonasi. Aziz yurtdoshlar, kuxnimiz şimdi keng tushgan, bir yerda bir uголок qo'yib bersa, yana kuxni mebel. Ana o'zi planlashtiradi olgandan, xudo xolasa 2 oyna tushgan ekan. Bir yerimiz yana oshxona. Şeyde oturup çay içadan bilmeyi isterse, remont etip verse, kulak olasa acayip bir xona joy bo'ladi. Bu yanımız yine sanuzel. Kanalizatsiya turbalar sular girib turibdi. Bu yanımız xonamiz. Esimiz beton bo'tib tayyor. Doğru laminat döşəbəlib, yernilərini döşəbəlib. Devorlarımız chiroyli bo'lib, suvoqdan chiqib turibdi. Tepda kezagan suvoqlarimiz ham. Bahası vobshim shkalant bahada 170 milyon so'mga berzak aziz yurtdoshlar. Shu ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat etaversa, keyingi roliklar uchun sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom et.